Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 12-iyundagi O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, shuningdek ba'zilarini o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblash to'g'risidagi 362-sonli qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 20-oktyabrda qabul qilingan nikoh, oila va fuqarolik holati da'vatnomalarini qayd etish sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni tizimlashtirish to'g'risidagi 550-sonli qaroriga bir qator qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Bugungi brifingimiz mavzusi shu haqida bo'ladi. Bolaga nisbatan otalikni belgilash bo'yicha nikohda bo'lmagan ota-onadan tug'ilgan bolaga otalikni belgilash ota va onasi agar otasi voyaga yetmagan hisoblansa, u holda qonuniy vakili tomonidan birgalikda berilgan arizasi yoki sudning qonuniy kuchga kirgan hal qiluv qarori asosida FHDYO organida amalga oshiriladi. Yangi kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, tug'ilishi qayd etilgan va 10 yoshga to'lmagan bolaga otalikni belgilashda voyaga yetgan ota-onaning otalikni belgilash haqidagi birgalikdagi arizasi FHDYO organiga Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron shaklda berilishi joriy qilindi. Bunda ota-onaning shaxsni biometrik identifikatsiya qilish Face ID yoki My ID tizimlari orqali tasdiqlanadi hamda ota-ona tomonidan o'z shaxsini Face ID yoki My ID tizimlari orqali tasdiqlashi bolaga nisbatan otalikni belgilanishiga roziligini bildiradi. Ariza Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali berilganda, FHDYO organi ariza kelib tushgan vaqtdan boshlab 3 ish kuni ichida arizani ko'rib chiqib, bolaning tug'ilganlik haqidagi da'vatnoma yozuvga otasi to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritadi va tug'ilganlik haqida yangi guvohnoma chop etadi. Otalikni belgilash haqida ariza bergan ota yoki ona xohishiga ko'ra tug'ilganlik haqida yangi guvohnomani pochta aloqasi orqali olishi mumkin. Bunda pochta xarajatlari ariza beruvchi hisobidan qoplanadi. Pochta aloqasi tomonidan ko'rsatilgan xizmat uchun to'lov miqdori pochta xizmati tomonidan belgilanadi. Takroriy guvohnomalar va boshqa ma'lumotlar berish bo'yicha kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, da'vatnoma yozuvining birinchi nusxasi saqlanayotgan FHDYO organi manfaatdor shaxslarning arizalariga ko'ra va tegishli da'vatnoma yozuvlari asosida takroriy guvohnomalar beradi. Tug'ilganlik, nikoh tuzilganlik, nikohdan ajralganlik haqidagi takroriy guvohnomalar olish yuzasidan da'vatnoma yozuvlari kimga nisbatan qayd etilgan bo'lsa, faqat ana shu shaxslarning o'zi voyaga yetmagan bolaga nisbatan tug'ilganlik haqidagi takroriy guvohnoma olish yuzasidan uning ota-onasidan biri Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ham murojaat qilishi mumkin. Da'vatnoma yozuvlari O'zbekistondan tashqarida qayd etilgan holatlar bundan mustasno. Ariza beruvchining shaxsi Face ID yoki My ID tizimlari orqali tasdiqlanadi. Ariza beruvchi xohishiga ko'ra takroriy guvohnomani O'zbekiston hududi doirasida pochta aloqasi orqali olishi mumkin. Bunda pochta xarajatlari ariza beruvchi hisobidan qoplanadi. Pochta aloqasi tomonidan ko'rsatilgan xizmat uchun to'lov miqdori pochta xizmati tomonidan belgilanadi. FHDYO organi takroriy guvohnoma berish to'g'risidagi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali kelib tushgan arizani ko'rib chiqishda, agar da'vatnoma yozuvi ariza berilgan FHDYO bo'limining o'zida qayd etilgan bo'lsa, 1 ish kuni ichida, boshqa FHDYO organida qayd etilgan bo'lsa, 3 ish kuni ichida takroriy guvohnoma rasmiylashtirib, ariza beruvchining o'ziga yoki u tomonidan arizada ko'rsatilgan manzilga yetkazib berish uchun pochta xizmati xodimiga taqdim etadi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali mustaqil ravishda murojaat etilganda belgilangan yig'imlar va davlat boji summasining 90% miqdorida undiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.